Assalomu alaykum akalar. Hozirgi kunda Damaslarda tormoz samattarmajina bo'ladi. Bu mana shu vakuum degan narsa mana shu bo'ladi. Bu vakuumni tormoz bosmasangiz ham ichidan o'zi avtomatik bosib qoladi-da, ballonlarni oldi qisib qoladi. Diskalaringiz qizib ketadi. Keyin vakuum shlankasini sug'urib ko'rsangiz mana shu narsani agar tormoz vakuum shunday o'zi qo'yib yuboradi-da, agar vakuumdanligimi yo undan emasligini bilib olishingiz uchun lifehack. Mana shu shlankasi, vakuum shlankasi u yoqda radiator yonida bo'ladi. O'shani ham ko'rsatish, shuni chiqarsangiz, shunda tormozingizni qo'yib yuboradi-da, yana yumshoq bo'lib qoladi. Toshni vakuumdanligini bilish uchun bu narsani video qildim. Vakuumni almashtirishni videosini baribir qilganim bilan almashtira olmaydi. Uni usta ham zo'rg'a almashtiradi, chunki juda ham ichkarida bo'ladi, ko'p narsa yechiladi. Hozir men o'sha vakuum ketganini aniqlash uchun shlankasini ko'rsatmoqchiman. Bu videoga aniq bosib, videoga like bosib, polni tarqatmasalaringiz damaschi, labovchilar qiynaladi. Mana shu shlankani bitta chiqarasiz, agar tormozingiz qotib qolganda chiqarganingiz, yani bo'shab ketsa tormozingiz yana yaxshi bo'lib qolsa, vakuum almashtirasiz. Agar buni chiqarganingizda ham tormozingiz yo'qolmasa, glavniy silindrni almashtirasiz. Akalar, foydali ma'lumotlarni mana shunday qo'yib turaman. Sizlar qo'llab-quvvatlab, like'lar bosib tursalaringiz bo'ladi, akalar. Cho'tki bo'ladi. Mana vakuum qo'yapmiz bunga, yangi vakuum o'rnatganmiz joyiga. Mana shu yerda turadi vakuum. Glavniy silindr vakuum ketsa, mana shunaqa tushuntirib qo'yapman.